Egilinishçe Uyg'ur hürlik munbirining bir heyeti Hindistonda faoliyatlar va ko'rishishlar elib berish uchun 27-oktyabr poytaxt Yangidekliga yetib kelgan bo'lib, 28-oktyabr kuni Hindiston Temiz Now televiziyasining ziyoratini qabul qilib, Uyg'urlarning vaziyatini anglatgan. Hay'at shu kuni yana Hindistonning hokimiyat beshidagi partiya bo'lgan Hindiston Xalq partiyasining raisi Jamal Sidiqni ishxonasida ziyorat qilib, Uyg'urlarning vaziyati haqida ma'lumot bergan. Hay'at yana Tibetlarning diniy rahbari Dalay Lamaning Yangi Dehlidagi ishxonasini ziyorat qilib, Hindistonda yashayotgan Tibet xalqining umumiy ahvoli, taraqqiyoti, imkoniyatlari va Hindiston hukumatining ularga ko'rsatgan g'amxo'rliklari haqida ma'lumot olgan hamda Xitoyga qarshi hamkorligini o'rtaq kuchlantirish haqida fikr almashtirgan. Taylanddagi kishilik huquq tashkilotlari Tayland doiralari tomonidan 2013-yili va 2014-yillarda tutqun qilinib, hozirgacha qo'yib berilmagan Uyg'ur tutqunlarining taqdiridan texmi andish qilayotganligini bildirgan. Ularning aytishicha, bu yil 7-oyda Tayland turmasidan qochib ketgan 3 nafar Uyg'ur tutqundan biri hozirmi qochib yurmoqda ekan. Hong Kongda chiqadigan Janubiy Xitoy attiganlik pochtasining 28-oktyabr e'lon qilgan bu vaqtdagi xabarda Tayland bu yil 11-oyda o'tkaziladigan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkilotining boshliqlar yig'iniga tayyorlik qilayotgan bir paytda Tayland turmasidagi Uyg'urlarga bo'lgan diqqatning kuchaytirilganligini bildirgan. Tayland hukumati bundan burun 109 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarib bergan edi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining raisi Ömer Qanat Efendi New Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabida bir qator uchrashuvlar bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, 10-oyning 28-kuni Ömer Qanat Efendi New Yorkda Turkiya qatorliq 8 davlatning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchilarini ziyorat qilgan. Uchrashuvlarda Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotining har qaysi organlarini harakatga keltirish va kelar yillik kishilik huquq kengashida Uyg'ur masalasini kun tartibga elib kelish qatorliq masalalar muzokara qilingan. Ömer Qanat yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining New Yorkdagi yordamchisi bilan ko'rishgan. Hamburg portining 24,9% payini Xitoyning davlat idorachiligi shirkat Costco'ga setishga qarshi turadigan hukumat sheriklari va o'qituvchilar Xitoyning maqsadi iqtisodiy emas, balki jug'rofiyalik siyosatdir deb ogohlantirdi. Bosh ministr Shuliz bu setishni to'g'ri qaror deb tasvirladi. Lekin Yeshillar rahbarligidagi Federatsiya Tashqi ishlar ministrligi bu qaror to'g'ri emas deb qaradi. Asosli o'qituvchi Xristian Birlik partiyasi mo setishga qarshi turdi. Egilinishcha, Alma aqli iqtidorli iPhone'larni Xitoyda ishlab chiqariladigan eng chong aslahalarning biri bo'lgan Taiwan Foxconn shirkatining Xinandagi zavodi Xitoy virusi vaqalarining ko'payishi sababidan karantin qilingan. Ma'lum bo'lishicha, 300 ming ishchi ishlaydigan bu zavod oktyabrning tunji haftasidan boshlab karantina qilingan bo'lib, ishchilarning ishxonadan tomoq yeyishi cheklangan. Faqat belgilangan yo'llardan yotoqlarga berib kelishga yo'l qo'yilgan.